Hali şu maksat endi qurbanlık meselesi sizden sorayman. Şu bir mal alıp koysan ataylap qurbanlık kılaman deyip, şu qurbanlıkka bir pişkin Türkiye qanda joğalıp gitse, qanday bo'lar joyga boshqa mal olib so'yilsinmi? Qaysi raqam bo'lar shuni maksat bir aytib beralsangiz aytib bering. Hurmatli akajonim, bir inson qurbonlik uchun mol oldi va qurbonlik qilishdan oldin o'ldi va yo'qoldi. Bu suratda o odamga qaraydi. Agar odam qurbonligi yo'qolgan odam sohibi haysiyat, ya'ni mol chorvasi bor odammi yo g'aribmi? Agar sohibi haysiyat bo'lsa, o odam yana boshqa qurbonlik olsin, havol birtadan qarz olib olsin, ya har raqam qilsa qilsin qurbonlik olsin, chunki sohibi haysiyat. Ba'zi avqat o'zingizga ma'lumki naqd paysa bo'lmaydi, lekin joydadi bor. Agar bir odam qurbonlik olmadi, lekin o odam sohibi haysiyat emas, yana g'arib, o odamga qurbonlik qilish vojib emas. Balki shu avvalgi qurbonligi agar topilsa shuni so'yadi. Bu ikkalasining o'rtasida farqi bor. Avvalgi suratdagi qurbonlik qilish unga vojib edi, boshqa olishi ham vojib edi. Hayvol sotib olsin edi, hay birtadan paysa qarz olsin edi, chunki odami sohibi haysiyat. Yana ikkovining o'rtasida shu farqi bor. Yana bir masala shuki, bir odamning qurbonligi yo'qoladi. Yo'qolgandan narmagan o odam yana bir qurbonlik oladi. Yana bir qurbonlik oldi. Buni aya ikkovini ham qilsinmi yo birisini qilsinmi? Agar qurbonlik yo'qolgan molni joyiga men qurbonlik olaman deb niyat qilgan bo'lsa, o suratda shu birtasini qiladi. Agar bir odam moli yo'qoldi, moli yo'qolgandan narmagan yana birtani sotib oldi, avvalgini joyiga, avvalgini evaziga deb niyat qilgan emas edi. Bu suratda o odamning ustiga ikkovi ham qurbonlik bo'ladi. Shu sababdan bu yerda maqsadi niyat ekan. Agar niyatida avvalgini joyiga desa, shu birtasini qiladi. Agar avvalgini joyiga demasa, o suratda qurbonlik qildi, ikkovini ham qiladi agar avvalgisi topilsa. Bo'ladi sizning masalangiz. Mana bu arabiy iborati ham rajulun ishtara adhiyatan va awjaba fadalat thumma ishtara ukhra fa awjabaha thumma wajada al-ula in kana awjaba ath-thaniya bi lisanihi fa alayhi an yadhha bihima wa in awjaba badalan an al-ula fa alayhi an yadhbaha ayyuhuma sha'ta. Yana bu ikkovining har biridan birisini qurbonlik qilsin degan. Alloh taolo hammamizga kuch-quvvat bersin, qurbonlik qilaylik. Assalomu alaykum.